Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan yana bir Amerika nishasini tahlil qilamiz. Shunday ekan, videomizni oxirigacha tomosha qiling. Oxirida bitta bonus bor, sizlarni albatta xursand qiladi. Demak, kanalning nomi Artkiz. Men sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan yo'nalishim bo'yicha ijod qiladi va oxirgi 28 kundagi daromadi $1700 dan deyarli $6000 Qizig'i, saytni ko'rsatishi bo'yicha bu oxirgi 28 kundagi daromad pasayish bo'libdi. Bundan avval yaxshiroq daromad topayotgan ekan. Taxminan $625 ga kamroq pul ishlayotgan ekan bu kanal. Oxirgi 7 kundagi daromadi esa $810 dan $2700 gacha ko'rsatilyapti. Har holda 7 kun uchun juda ham zo'r. Masalan, kuniga eng kamida $100 dan ishlayapti degani bu. Juda yaxshi. Oxirgi 3 oylik daromadi esa $5000 dan $18000 gacha. Albatta bu saytning taxminiy ko'rsatkichlari, ammo shu oralig'ida bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Nimaga bunaqa katta daromad? Sababi kanalning o'zi ham anchagina katta, ko'rib turibsizlar. 772 mingta obunachisi bor va 613 ta video qo'ygan. Shuni orqasidan ham katta daromad kelayotgani bor gap do'stlar. Oxirgi 28 kunda 63 milliondan ortiq prosmotr yiqqan va 35 mingta obunachi kanalga qo'shilgan. Lekin bular anchagina pasayish statistikasi. Bundan taxminan 1 oy avvalcha bu kanal anchagina yaxshi ko'rsatkich ko'rsatayotgan ekan. Masalan, 28-dekabrda 36% ga yuqorilagan 3.647 mingta prosmotr ko'rsatyapti 28-kuni. Demak, bir kunda shuncha prosmotr olgan ekan. Zo'r. Pastdagi statistikaga qaraydigan bo'lsak, mana qaysi videoga yoki umuman kunlik daromadini ko'rsatyapti. Demak, kunlik daromadi ekan. Masalan, day deb qo'ygan, bu yerda kunlik daromadlari ko'rsatilyapti. Juda ham yaxshi. Xullas, pastiga yana o'tamiz. Bu yerda qo'shimcha boshqa ma'lumotlar va bizga unchalik qiziq emas. Xullas, kanalning holatini ko'rdinglar. Agar shunaqa darajada ishlay olsanglar, shu darajada kattaroq daromad topishinglar mumkin ekan, ammo sizlar hech bo'lmaganda buni 3 dan 1ini qilgan taqdiringlarda ham juda yaxshi natija qila olasizlar o'zbek sharoitida. Masalan, $500-600 dan $1,500 topish juda zo'r degani. Endi videolarni o'zini ko'ramiz. Kanalga o'taman do'stlar. Kanalni ko'rib turibsizlar. Mashinalarni, har xil mana bunaqa mototsikllarni evolyutsiyasini ko'rsatib beradi. Xohlasanglar eng mashhur videolardan birini ko'ramiz. Xullas, xuddi shu holatda kanal videolari ham shunaqa ishlanadi. Bu yerda xohlasangiz shorts qo'yasiz, xohlasangiz katta videolarga murojaat qilishingiz mumkin. Katta videolar ham yaxshi ko'riladi mana. 135 ming, 626 ming, 499 ming. Har holda prosmotrlar juda ham zo'r. Agarda qila olsangiz, qilishga arziydigan yaxshi nisha. Eng mashhur videolari 7 oy oldin qo'yilgan ekan, 1.700.000 prosmotr yiqqan. Yaxshi, juda ham zo'r. Kanalning holati o'zi shunaqa darajada bo'lib turibdi. Xullas, demak, sizlarga bitta tavsiya. Mabodo YouTube bo'yicha qanaqadir ko'proq ma'lumot olishni istasanglar, YouTube bo'yicha har xil qiziqarli ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, bizni YouTube markazi kanalimizga qo'shilib qo'yinglar. Albatta bu Telegram kanal. YouTube markazi deb yozsanglar Telegramdan ham kelib chiqadi yoki videoni opisaniyasida men o'zim havola qoldiraman. Undan tashqari YouTube bo'yicha har xil xizmatlarimiz ham bor. Masalan, 490 ming so'm evaziga butun boshli YouTube'dagi faoliyatingizni sarmoyalab qo'yishingiz mumkin. Bu yerda kanal ochib berishdan tortib yopiq kanalimizga obuna va hattoki monetizatsiyaga ariza tashlab berishgacha soliq ma'lumotlari hammasi bor. Kanal ochib berish xizmatlarimiz ham bor o'rtoqlar. Kirib ko'ringlar, yoqsa foydalaninglar. Endi esa yana mavzuga qaytamiz. Men faqatgina bu kanalni o'zini sizlarga misol qilib ko'rsatmoqchi emasman. Bu yerda shunchaki iCar Evolution deb yozsanglar, har xil yo'nalishdagi kanallar kelib chiqadi mana.
Xullas bitta bu kanalda emas, juda ko'p kanallarda prosmotrlar zo'r bo'lib yotibdi. Bunaqa videolarni qanaqa qilib tayyorlayman degan bir savol sizlarda tug'ilsa, ishoninglar, to'lib yotibdi. Judayam ko'p darsliklar, faqat qaysidir biri ingliz tilida, qaysi biri ruscha, o'zingizlarga yoqqanini tanlab foydalanib ko'rishinglar mumkin. Masalan, mana qaranglar. I created this car restoration video using only free AI tools. And if you're thinking, Bu yerda aynan shu nishani qanaqa qilib o'zingizlarda sinab ko'rishinglar bo'yicha to'liq ma'lumot bor. Pastiga qaraymiz, katta ehtimol bilan sun'iy intellektlarni yozib ketgan bo'lish kerak. Xo'p, yozmabdi, lekin shu yerda ko'rsatib ketilgan. Xohlasanglar boshqa sun'iy intellektda dars berayotganlarga kirishinglar mumkin. YouTube'da bu kanalni qilayotgan nishasi bor-ku, bu bo'yicha darsliklar juda ham ko'p. Kiringlar, tag'in ko'rib chiqinglar. Men sizlarga o'zbekcha variantini xohlasanglar taqdim etaman, ammo mana bunaqa YouTube'da ham to'layotganini hisobiga hozircha qilgim yo'q. Nano bananaga kiringlar tag'in, xohlasanglar mana bunaqa rasmlar qilib turib, keyin uni xohlagan bitta animatsiya sun'iy intellektlaringizda tahrirlab turib bajarishinglar mumkin. Xullas, darsliklar to'lib yotibdi o'rtoqlar. Qilmoqchi bo'lsanglar, kirib ko'rib tanishib chiqinglar. Qanaqa sun'iy intellektlar ketyapti. Masalan, men %100 ayta olaman, rasm yasash uchun, mana bunaqa rasmlar yasash uchun, evolution rasmlarni yasashinglar uchun Nano Banana Pro ishlatiladi. Animatsiya uchun tiqilib yotibdi. Xohlaganinglarni ishlatinglar, o'zingizlarga ma'qul kelganini. Faqatgina promptini to'g'rilab olsanglar bo'ldi. Shu xolos o'rtoqlar. Promptni ham ChatGPT da yozdirsanglar, har holda yozib beradi. Boshqa AI'lar ham bor, masalan, Gemini bor yoki Copilot bor. Xullas, o'zingizlarga ma'qul kelgandan foydalanasizlar o'rtoqlar. Qo'shimcha savollar bo'yicha shunda Telegramga o'tinglar. Bu yerda meni lichkalarim bor, masalan, email manager. Shunda kirasiz, yozasiz, sizlarga sirazu javob qaytaramiz. Menimcha bugunga yetarli. Mabodo agar boshqa nishalar bo'yicha sizlarni nimadir qiziqtirsa, masalan, bu nisha bo'lmadi menga, boshqa nishada ishlayman desanglar, buni ham imkonini qilib beramiz. Bizda boshqa har xil nishani darsliklari ham bor. Demak, shu joyda xayrlashamiz o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi nishalarni ko'rsatib, tahlilini qilib berishga harakat qilaman. Yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Bu video to'g'ridan to'g'ri yozildi, hech qanaqa montaj yo'q. Shunday ekan, ba'zi bir kamchiliklar uchun uzr so'rayman o'rtoqlar.